Bu ish boshlaganiga ancha bo'lgan. Bizda o'ta podkastda Endi ijtimoiy, masalan, juda keng muhokama bo'layotgan mavzularni gaplashishimiz mumkin. Qanaqadir odamlarning o'zini ichki kechinmalari bo'ladi. Yoki dardi bo'ladi. Rejalari, dardi, orzulari, qanaqadir konkret mana tarkibi mana shu 5 ta bola, yo 3 ta bola, 2 ta qiz degan gap bo'lmagan. Insoniy resurslar yetishmasdi. Bu keyin katta oshpazlardan aytgancha. Ja katta dorba, ertaga telefon bo'lmasa, aka oshga qo'rtoq qilib bering. Yo, unaqa kilolab 50 kilo, 100 kilo. Qiziqamiz, hobbimiz, sevarimiz to'g'riroq bo'ladi. Hobbim mana bu. To'g'risini aytsam, o'sha nimaga podkastdagi ishtirokim orqali olgan tajribam bilan gapirolmam mikrofonda. O'zi ko'rinib turibdi. Nima gapchilarga salom. Davlat uchun nima beradi shu narsa, masalan, mana sani fikring o'zi. Davlat avvalambor o'z ishini qilyapti. Nima deydi? Ish bitish, ishlar albatta nogironligi bo'lgan shaxslar, boshqa ko'zosiz bo'lgan bolaqalar borganda ishini qanchalik hozir bityapti, oldingi qanchalik bitgan ishi. Shu narsa. Oldin qanchalik bitgan bo'lsa, hozir ham shunchalik bitmayapti desam. Nogironligi bor odamlarni ishga olib, hujjatini soxtalashtirib ishga olayotgan holatlar ko'p bo'lyapti. Boshqa joyga bitta kofe ichib yuboring. O'tdan gaplashamiz shutdan. Qidiring muqadda, qidirasiz shutdan. O'tdan nima? Ayyo. O'tdan podkast. Ovozim yaxshimi? Darvarlik. Chotki. Endi albatta qiz bolaning ovozi bo'lsa yana ham yoqimli. Bora chopilamiz shakil. O'zi bitta chiroyli bitta hamsuhbat topish kerak. Albatta podkastda bitta raqam qo'yaylik. Tegi raqamlarni yozib. Tegi qizlar 90 394 38 39. Qaralarga yozilyapti hozir efirga qo'yaramiz nomerini. Mayli, endi nima deydi? Bu ish boshlaganiga ancha bo'lgan. Mayli, menimcha ozgina salom alaykum olishimiz kerak. O'zi taomiliga ko'ra deydi-yu. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli do'stlar. Mikrofon oldida ikkita havaskor podkastchilar. O'zini tanishtiryapti. Mening ismim Ulug'bek bu. Assalomu alaykum do'stlar. Bizda o'ta podkastda sangi qo'shilib men gapira olmayman. Albatta bizda birinchi mehmonlarimiz Mamatxon Ulug'bek va Bahodir Ubaydullayev. Endi o'tdan deb nimaga nomlayapmiz? Hali podkastimizni unaqa temasi aniq emas, balki aniq bo'lmasligi ham mumkin. Shunchaki kelgan mehmonlar bilan o'tdan gaplashamiz. Va bugungi shu podkastimiz birinchi soni bu testoviy sifatda rejimda ketyapti. Va bizga bu podkastni suratga olishda Centro studiyasi juda katta yordam berishyapti. Yaqindan yordam berishyapti. Katta rahmat. Avvalambor Oybek akaga ming rahmat. Keyin Sarvarjon akamiz, Bilol shu yerda xizmatda bo'lishyapti. Rahmat. Xo'p, endi Bahodir, mana podkast dedik, mikrofonlar oldiga kelib oldik. Nima o'zi gaping bor mana kuzatayotgan odam? Yo'q, hozir bu podkastni ob-havo ma'lumotlarini o'qib beribsizmi? Yo'q, podkastni oldi odamni tushuntirishimiz kerak. Bu yerda nima bo'ladi, qanaqa savollar bo'ladi, nimalar bo'ladi, qanaqa yuritiladi bu. O'zingdan tushunish kerak. Endi men bilishimcha bu podkastda o'tdan suhbatlashamiz. Juda erkin. Hayotda qanday bo'lsa, shunday bo'lish kerak. Shunaqa. Va mehmonlarimiz ham xuddi shunaqa savollarga tutilib ketaveradi. Shunaqa. Endi ijtimoiy, masalan, juda keng muhokama bo'layotgan mavzularni gaplashishimiz mumkin. Qanaqadir odamlarning o'zini ichki kechinmalari bo'ladi. Yoki dardi bo'ladi. Rejalari, dardi, orzulari, hali ojidaniya deydi, kutuvlari. Shular to'g'risida gaplashamiz. Endi o'z nomi bilan o'tdan deb nomlanyapti. Faqat kelgandagi dardinglarni aytib psixolog emasmiz biz. Dardinglarni aytaveringlar, kommentariyalarda odamlar fikr bildiraveradi, lekin
birinchi amaliy yoki tibbiy yordamni biz bu yerda ko'rsata olmaymiz lekin mabodo emotsiyaga berilib ketib tag'in hushdan ketishdi bo'ladi. Endi menimcha tomoshabinlar bizani ko'rib turibdi, kimdirlar taniydi, kimdirlar tanimaydi. O'zimizni ozgina kichkina profilimizni sal yoritib berishimiz kerak deb o'ylayman. Bitta ish qilamiz. Sani profilingni men gapiraman, meni profilimni sen gapirasan. Bilasanmi, meni o'zi yaxshi taniysan? Taniyman shekil. Mamatxon Ulug'bek. Chapari TV'da Chapari TV'da asoschisi muallifi mana shu bola ochgan. Instagramda, hozir YouTube'da ham. Endi asoschilaridan bittasi bu ishni yaxshi ko'raman. Demak, buni juda ko'pchilik bilan ochgansizlar, to'g'rimi? Bunda xabar bo'lgan. bo'lgan. Chapani TV bu o'zi katta jamoa bo'lgan. Biz bundan o'sha 2 yil, 3 yil oldin ijodni boshlaganimizda ko'pchilik bo'lganmiz. To'g'risini aytsam, yaqingacha ham даже mana shu Chapani u paytda Chapani Vines edi. Chapani Vines qanaqadir konkret mana tarkibi mana shu 5 ta bola, yo 3 ta bola, 2 ta qiz degan gap bo'lmagan. Insoniy resurslar yetishmasdi. Nimaga endi Chapani TV? Endi Chapani nimaga? Chapani so'zi. Oddiy Chapani deb shu xayol kelgan, olgan kontentlarimizni ko'proq bunaqa Chapani hazillardan iborat bo'lgani uchun menimcha shunaqa bo'lganda. Lekin men Instagram'ini ko'rganman, Chapani TV'ni ko'p ko'raman. O'zim ham ishtirok etolmadim aylarda. Lekin bitta yo'nalish emas. Bitta yo'nalish. Endi keyinchalik kengayib ketdi yo'nalishlar. Oldin boshida faqat vaynlar. Ichida shashkani ham ko'rdim, vaynlarni ham ko'rdim, ijtimoiy monitoringlari ko'rdim. Mana endi yana bittasi qo'shiladi, podkast qo'shiladi. Xudo xohlasa, endi podkastimizni mana shu YouTube kanalimizda kuzatib borasizlar. Umumiy meni profilimni ochib berdi Bahodir. Endi Bahodir haqida ozgina gapiraman. Bahodir bizda o'zi ana aytadi-yu. Ham sportchi, ham aktivist deb ali. Shurikdachi. O'zi bosh sohasi nima deydi, xalq tilida aytganda tirikchilik qiladigan sohasi sport, murabbiysi bizda. Shashka sport turi bo'yicha. Para shashka bo'yicha hozirgi. Shu para shashka. Hozirgi. Yo'q. Mana shu para shashka deb bo'lishinglar yoqmaydi menga. Endi buni men bo'lmayman, o'rtoq. Endi shuni xalq bo'lyapti. Yo'q, xalq bo'lursin. Shuni gapirganda o'zing shashka deb gapiraver, hech narsa qilmaydi. Ular shashka sport turi bo'yicha murabbiy, nogironligi bo'lgan yoshlarga dars o'tyapti. O'zi 5 karra jahon chempioni shashka bo'yicha. Anaqa qarsiy qo'yib yuboraylik. Qaysi qarsiylarni qo'yib yuboramiz montajda. Endi o'zi tak bo'ladi, bunaqa shart emas. Endi hozirgi paytda mana shu blogerlikga ham qiziqishi yana ham o'sib ketgan. O'zi oldindan qiziqishi bor. Bahodir bilan biz taxminan 15 yillardan beri tanishmiz, o'rtoqmiz. Shu shashka sporti orqali tanishib qolganmiz. Keyin bilan orada ozgina uzilish bo'lgan. Endi o'zi asosan bizni ayirgan nima? Uylanib bir-birimizdan. Endi uylanib mana shunaqa sotilib ketdi. O'zing sotding xullas. Mayli. Xullas hozirgi paytda mana Ulug'bek bilan o'sha Chapari TV'da vaynlar olamiz. Mana hozirgi anaqada yangi mana o'tdan podkastini olib boramiz. Birgalikda meni o'zimning profilim Mr. Ubaydullayev. Instagramda ham, YouTube'da ham. Bu keyin katta oshpazlardan aytganchi. Katta do'rman. Ertaga telefon bo'lmasa, oshga qo'rtoq qilib bering. Yo'q, unaqa kilolab 50 kilo, 100 kilo. Qiziqamiz, hobbiyimizni sevarimiz to'g'ri bo'ladi. Hobbiyim mana bu. Chunki meni onajonim meni oshpazlar. Shuning uchun men ularga qiziqib, anaqa onajonim ham profillari bor Instagramda, Asal Bovujon, YouTube'da ham bor. Polniy oilaviy reklama ketdi. Mayli. Endi birinchi sonda shunaqa bo'ladi. O'zimiz reklama qilamiz. Keyingi sonlarda agar mana reklama beruvchilar aloqaga chiqadigan bo'lsa, bemalol mana bu yerda
suvinglar bo'lsa suvinglarni men bu yerda Lekin suv yo'qda ozgina shu yaxshi bo'lardi. ya suv bor lekin menda bor. Nimaga senga berishmaydi? Buni Sarvar olib kelib berdi. Menda ham bor. Xo'p. Endi qaysi mavzularda suhbatlashamiz degan savollar bor. Ayrim kriteriyalarni endi belgilab chiqdik kecha. Qanaqadir konkret chegaralash bo'lmaydi. Lekin ayrim jihatlarda ozgina bir normaga rioya qilishimiz kerak bo'ladi. Masalan, o'sha diniy mavzu bo'ladimi, qanaqadir fatvolar berish yoki kimnidir bir jannat yoki do'zaxi deyish bizda podkastimizda mumkin bo'lmaydi. Va siyosiy mavzuda ham qanaqadir qo'limizda dalilimiz, argumentimiz bo'lmaydigan bo'lsa, Suhbat deylik, suhbat imkon bo'ladi. qadar, O'shalar bilan yaqindan bir suhbatlashamiz. O'sha kelgan mehmonlar bilan yaqindan suhbatlashiladi. Endi kezi kelgan o'sha so'ziga qarab berayotgan o'sha savollar ham o'zidan kelib chiqaveradi. Bu yerda nima deydi? oldindan unaqa savollarni tayyorlamaymiz. Kelishilmaydi bu yerda. Kelishilmaydi. O'sha o'zi hayotiymi, nima masalan, hayotlarni gapirayotgan bo'lsa, o'rtada masalan qiziqish bo'lib, bitta savollar beramiz. Boshqa narsadan gapirayotgan bo'lsa, shu ichidan o'zi chiqib kelaveradi. Oqimga qarab suzuramiz deydi-yu. Shunaqa narsada. Endi mashhur odamlar ham bo'ladi bizda va mashhur bo'lmagan demaymiz, o'zini sohasida qanaqadir yaxshi bir natijalarga, yutuqlarga erishgan yokida o'sha izlanayotgan insonlarni biz mehmon sifatida taklif qilamiz va bevosita sizlardan kutib qoladigan narsamiz qo'llab-quvvatlanglar. Chunki podkastlar hozir juda ham rivojlanib ketdi. Endi bilmayman. Men o'zim endi oldin podkastlar olib borganman. Sharoit plus podkast degan podkast bor. Mana shu podkastda endi o'tda konkret mavzu qanaqa? Nogironligi bo'lgan shaxslar huquqlari. Mana shu huquqlar mavzusida biz podkastlar qilardik. Bemalol eshitib ko'rsanglar bo'ladi ularni ham. Endi mana bunaqa erkin mavzudagi podkastlarga o'zi qiziqish bor edi va shu yili may oyida nimaga podkastda chiqdim. Shu Sardor va Rajabboy taklif qilishgan edi. O'sha yerda podkastda ishtirok etganimdan keyin qiziqishim yana ham oshib ketdi-da. Keyin mana Bahodir jamoaga to'laqonli qo'shilgandan keyin shu podkastni ham qilaylik deb fikr mulohazalar bo'ldi va to'g'risini aytsam o'sha nimaga podkastdagi ishtirokim orqali olgan tajribam bilan gapira olmam mikrofon oldida. Ya o'sha ko'rinib turibdi. Nima gapchilarga salom. Ko'rinib turibdi, ajobli. Reklama bo'lib ketyapti. Gap ham bermayapsan hozir menga shu. Nima qilasan sen? Sen gapirib nima qilasan? Men ham odamman deydi-yu. Men ham bir yashasam maylimi degan. Mayli, so'z Bahodirga. Endi nima deydi? Bu podkastda yana bir maqsad shu mehmonlar bilan faqatgina mashhur insonlar emas, qanaqadir bir hayotda bir qanaqadir mashhurlikka erishgan, lekin nima deydi? Shu odamlarga nimadir bera oladigan deylik. Bir xil ba'zi bir insonlar bor. Mashhurlikka erishganga lekin ko'rinmaydi. Ularni shunaqa odamlarni olib chiqish, shu insonlarni olib chiqamiz. Keyin mana shu kommentariyada ham masalan yozishinglar mumkin. Kimlarni xohlaysiz? Kimlar haqida ma'lumot olishni xohlaysiz? O'shalarni o'zingizlar ham fikringizni bildiringlar. Mana shu insonni chiqinglar yoki o'zingizlar ham bir chiqmoqchi bo'lsanglar, marhamat yozinglar. Nimadir qotirib qo'yganinglarni bizga qotirib qo'ygan bo'lsanglar olib chiqamiz. Endi nima desam ekan, ko'p mavzular bor, juda ham tanqidiy mavzular ham bor, umuman yumshoq mavzular ham bor. Men o'ylaymanki, hammasi me'yorda bo'ladi va sizlarga yoqadi. Iloji bo'lsa kommentariyada hozir mana bu bizning testoviy podkastimiz bo'lyapti hisob. Kadrlarni, ya'ni biz o'sha ko'rinish holatimiz va ovozimiz haqidagi fikrlaringlarni ham iloji bo'lsa yozib qoldirsanglar juda ham zo'r bo'lardi. Endi Bahodir, mana sportchisan, bitta savol bermoqchi edim.
mana olimpiya o'yinlari yoki paralimpiya o'yinlari bo'ladi yoki mana jahon chempionati bo'ladi, har xil musobaqalar bo'ladi, xalqaro. Mana shu xalqaro musobaqalarga chiqish bo'lgandan keyin dok kuzatamiz-da, ayrimlarni yomon ko'tar qilib tashashadi. Mashinalar berib tashashadi. Ali pulla yomg'iri deydi-yu, dollar yomg'irlari yog'adi, 200 ming dollar, 125 ming, 75 ming qilibdi. O'zi davlat uchun nima beradi shu narsa, masalan, mana sani fikring o'zi. Nimaga biz soliq to'lovchilar hisobidan yig'ilgan bu mablag'lar mana shu sportchilarga shunaqa berilsa yaxshi deb o'ylaysan? Men masalan u qadar yaxshi deb o'ylayman. Sababi mana sportchilar chiqadi, zo'r natijalar olishadi. Kamdan kam sportchilar keyingi o'sha 4 yildan keyingi o'sha yana musobaqalarda unaqa yaxshi natija ko'rsatisha olmaydi. Endi Ulug'bek masalan, men davlatga nima beradi bilmayman, ochiq gap. Endi birinchida shon-shuhrat, o'ta obro' davlatga, nima obro' berish mumkin? Yana mana bunaqa narsa bor, o'sha jahonda kurashyapsa, boshqa qilyapsa, birinchi navbatda maqsad nima bo'ladi? Shu O'zbekistonda bayrog'ini ko'tarish, boshqa qilish. Endi qara, bu juda ham balandparvoz gap. Lekin qara, bitta narsa, har bir sportchini, har bir insonni, bitta sportchilar emas, har bir insonni rag'batlantirish kerak. Lekin to'g'ri, sen aytganingdek balki u darajada emasdir. U darajada rag'batlar, lekin ba'zi bir federatsiyalar hobiylar bilan ishlab rag'batlantiradi. Yo, mana masalan qarada, mana insonni qorni bir porsiya ovqatga to'yadi deylik, misol uchun-da endi. Shu bir porsiyadan nechidir yil ovqat belgilagan yaxshimi yoki shu nechidir yillik porsiyani bittada oldida to'kib tashlagan yaxshimi? Men shu xavotirga soladi. Mayli mashina bersin, sovg'a qilsin, mayli loyiq misol uchun, lekin mana 200 ming dollarlar berib tashab, keyin yana tahoyalar, qimmat mashinalar, yana ko'rdik olimpiya o'yinlarida chempion bo'lganlarni bolasigacha даже nechidir yilga xususiy maktablardan даже sertifikatlargacha berib boshqa qilib, u masalan o'sha boy bo'lib ketdi, u chempion bo'lib, o'sha yerda bolasini o'zi ham o'qitib ola oladi masalan. Yo'q, lekin biz shunaqa qilaveramiz. Endi degan aytib o'rtoq. Qara, ko'ra olmaslik emas. To's bu gaplarning menga aloqasi yo'q. Ya sen sportchisan-ku. Hamma sportchi bo'lgani bilan menga bunaqa YouTube'lar bo'lmagan. 5 karra jahon chempioni bo'lgani bilan. Nima olgansan YouTube'ga? Xo'p, men chempion bo'ldim. Men eng katta yutug'imni aytaman, televizor olganimni eslayman. Smartmi deyish qilib? Smart, Android keyin uni kimgadir podarka qilib yuborgan edim. O'sha menga emas, nimaga menga emas. 43 talik televizor olganman. Tushib qolgan bittasiga shunga olmadi, shu yerga kelgan ekan. Shuning uchun men nima deydi, yuqoriga qarab bir martasida televizor olgansan, yana bir martasida nima olgansan? Yana bir martasida o'sha aeroportda esimdan chiqmaydi, juda zo'r kutib olishgan, gullar bilan bo'ldi shu ekan. Gullar bilan kutib olishgan. Hop, 5 marta bo'lgansan, 2 martasini aytding, yana nima bo'lgan? Hali yana 3 ta bormi? O'zing 5 karra chempion. 5 karra jahon chempioni, lekin Tifal deb qo'ydi. Yo'q, chunki bizlarniki nolimpiya sport turi bo'lgan. Nolimpiya? Olimpiyskiy sport turlariga asosan bunaqa sovg'alar ajratiladi. Endi nima deydi? Mana birinchida bitta narsani aytaman, nima deydi? Podxod boshqa qilishda emas. Davlat avvalambor bizga shu darajada qilyapti. Nima deydi? Mana jahon chempionatlariga jo'natyapti. Undan tashqari mana shahar respublika musobaqalari bo'ladi, mana sport boshqarmalari so'zsiz pul ajratyapti. Bu gap yo'q bu narsaga. Endi bitta narsaga nimalarga masalan Ulug'bek hamma narsadanchi, masalan, davlatga nima deydi, suyanib qolish ham bo'lmaydi-da. O'sha tashkilot birinchidan o'sha hobiylar bilan ishlab o'zi qilish kerak. Men ham xuddi shu fikrdamanda. Baribir masalan nimaga olib kelyapman? Men davlat byudjetidan pul ketyapti-da, taqdirlashlarga ham. Keyin baribir adolatli bo'lmaydi. Masalan, o'sha sport tepasida qanaqadir katta odam turgan bo'lsa, ko'pincha shunaqa bo'ladi. Masalan, mana shashka bo'yicha 5 karra jahon chempionisan.
Nimaga senga mashina bermagan? Sen ham jahon chempionisan, sen ham o'sha qaysi davlatlarda bayrog'imizni yuksak ko'tarding? Shu Turkiyada, Qirg'izistonda endi bu savollar men to'g'risi rosa ko'p berganman. Lekin javob ololmaganman. Chunki bu So'rab qolamiz kommentariyada. Yaxshichi mana yana bitirdaman. Ya o'sha maqsad senga orzu. Ya men bitta narsani aytaman, o'rtoqlar, o'sha boya aytganingdek, xadim davlatga suyanib qolishi menimcha juda xato narsa deb. Chunki men qara, savol beraman. Nima sababda sizlar va chempionlar taqdirlamaysizlar deganda, ulardan bitta savol chiqadi. Davlatda bu narsa yozilmagan. Nima davlatda nima yoziladi? Davlat avvalambor o'z ishini qilyapti. Padeshka bo'lyapti. Endi so'g' asrga ham aniq qiladigan bo'lsa, o'z nomi bilan aytib turibdi. Olimpiya sport turi. Avvalambor shunchalik e'tibor. O'rta masala bitta sangi savol. Antaliyaga, tekindan tekinga boraman, 12 kunga baza qilardik, to'g'rimi? Xo'playsan. Nima endi turistik sayohat qilish uchun shashka o'rganishimiz kerak. Biz shu narsa orqali chiqyapmiz-ku shu yoqqa. Maqsadinglar nima? Maqsad o'tda yutish avvalo. Bepul dengiz uchun. Bepul anaqa emas. Ular bizga shunchalik bepul bizga shu narsani olib berayotganiga xursand bo'lamiz. Yana men o'sha boyaga aytganingdek, birinchi navbatda bir sovg'a uchun emas. Biz birinchi navbatda o'sha ordobimiz uchun o'ynaymiz. Endi baland parvoz ko'rak qilish mumkin, lekin bu haqiqat. Men natija uchun kurashaman. Har doim natija uchun kurashganman, faqat shu. Mayli, chuqurlashib ketamiz. Chuqurlashib turamiz. Shuning uchun o'zi mana shu nogironligi bo'lgan shaxslarni sportlariga, mana shug'ullanadigan sportlarga davlatning e'tiborini baholaydigan bo'lsak, 1 dan 10 ballgacha necha ball bilan baholaysan? Yaxshi, 10 baho qo'yaman, lekin davlat e'tibori zo'r. Men 7 qo'yaman. Bilmadim, hammaning o'z fikri bor. Lekin men chunki endi bungacha aytgan gaplaringdan men bilib oldim nimaga 10 qo'yganingni. Yo'q, qara, men bitta narsa. Qo'ysang Antaliyaga borib qolish. Hozir bitta narsani qilyapti, bu yerda faqat bitta mashina berilmaganingiz, men bu narsaga o'chamasman. Chunki avvalambor boshqa joydan ham beradi Xudo. Shuning uchun men ularga o'chib bo'lmaganim uchun avvalo bizlarni nima deydi, hamma shart-sharoitimizni ta'minlab berayotganiga o'zi men shukr qilaman. Shu bizlarni birinchi navbatda qilinadigan ishi mana shu o'zi. Shu narsa bo'ldi. Endi qolgani endi o'zi tashkilotlar o'ziga bog'liq, hammasi. Endi men nimaga 7 qo'yayotganimni o'zimni endi fikrimni asoslab beraman. Juda ham byurokratiya kuchli, hamma soha kabi. Bitta o'sha musobaqani tashkillashtiradigan bo'lsa ham bilamiz. 1000 ta dokumentlar, paket dokumentov deydi-ku, o'shalarni tayyorlash kerak, o'tkazish kerak, keyin yana hali reyestr deydi, reyestrlardan o'tkazish kerak. Mana keyin bilaman, oldin misol uchun qanaqadir federatsiyalar to'g'ridan-to'g'ri yoki nodavlat tashkilotlar to'g'ridan-to'g'ri sport vazirligiga masalan chiqib, musobaqalar yoki bir qanaqadir tadbirlarni uyushtirish mumkin edi, nogironlar bilan. Endi qanaqadir filtr qo'yib qo'yishgan, hozir adaptiv sport degan tushuncha paydo bo'ldi. O'sha adaptiv sport orqali chiqish kerak bo'lyapti. Endi qanaqadir nima deydi? Bu baryer deb hisoblayman men. Yo'q, qarang. Endi shu narsaga men qo'shimcha qilaman. To'siq deb bilaman. Yo'q, bu to'siq emas, oldin ham bo'lardi. Oldin faqat adaptiv bilan emas, biz через federatsiya orqali chiqardik. Mana hozir federatsiyalar adaptiv orqali chiqilyapti. Endi bu tomondan yaxshi bo'lyapti. Sabab nima edi? Oldin biz o'lta qog'oz bilan anaqaga borardik. Vazirlikka borardik. Endi hozir uyingda o'tirgan holatingda ish bitirilyapti. Ya'ni onlayn tarzda bu narsa hal qilyapti. Xo'p, adaptiv nechta federatsiya bilan ishlayapti hozir? O'sha nechta federatsiya bo'lsa, hammasi bilan ishlaydi majbur. Hammasi bilan. Mana reyestrdan o'tkazish bo'yicha, masalan, men bilganim, mana Ko'zojlar sport federatsiyasi, Karlar, keyin Special Olympic, keyin yana xosana bera olmayman. Men shunaqa bir reyestrdan o'tkazilgan, avvalo. Sanoqli federatsiyalar bilan ishlashyapti-da. Masalan, meni deylik qanaqadir bir tashkillashtirgan bizani, misol uchun federatsiyamiz bo'ladigan bo'lsa, erkin ishlashimizni menimcha. Endi u nima deydi? O'rta bitta narsa, u o'sha adaptivdagi ishlovchilarga bog'liq. Tushundingmi? Adaptiv sportda ishlayotganlarga bog'liq.
Adaptivda ishlayotganlar alangali salomlar. Alangali salom beramiz. Shu Lekin yaxshi akalar bor, u ham ishlayotgan. Yaxshilar bor, lekin bir xil dangisalar ham bor-da. Masalan, mana hozirgi paytda mana davlat nima qilyapti? Bizga shu darajada yengillik qilyaptiki, sanlar uyda turib, masalan yoki uyda va shu tashkilotda, federatsiyada turib, o'sha bolalar ro'yxatini jo'nat, adaptiv o'zi yugurib vazirlikka borib, o'zi hal qilib berish kerak bo'lgan narsani. Shu narsa mana ko'rasa qanaqa yengil. Endi qara to'qnashuv ketdi bu yerda. Va o'zing trenersan va hozir paxta qo'yib qo'ymaysan. Ya paxta qo'ymayman hech kimga. Bu yerda qara, keyin bu yerda bitta yomon tarafi bilan bilsam, adaptivda ishlamayotgan ba'zi bir insonlarga bu yerda bog'liq. Hammasi emas, endi ba'zi birlari bor, shunaqa dangisalar bor. Yana keling deydi, boshqa yugurtiradiganlar bor-da. O'shanaqalarga endi faqat adaptivda emas, hamma yoqda bor, bor. Endi misol uchun men umumiy aytsangiz, hamma yoqda bor bu narsa. Lekin yengillik bor, yengillik zo'r. Yengillik har tomonlama zo'r. Masalan, men bitta narsa aytaman, murabbiyni oyligi ham yomon emas. Shu narsani aytaman. Xudoga shukr. Sir bo'lmasa. Sir kalmasa bo'la qolsa. Sir bo'lib qo'ya qolsa. Sir kattami? Dilbar bor bilasan. Voy reklama bo'lib ketdi. Mayli. Topganiga baraka bersin. Adaptiv sportga ham, bizga ham, hammamizga ham. Har kim nima deydi, o'zini anaqasiga qarab ish bo'laveradi, shu. Yaxshi bo'ladi, Xudo xohlasa. Endi o'zidan gapiring, nima anaqaladi? Hozirgi paytda sharoit plusda aynan nima anaqalar qilyapti endi ishlar? Endi sharoit plus tashkilotida ishlayapmiz. Bu yerda ko'proq o'sha nogironligi bo'lgan odamlar mehnati bilan bog'liq ishlar olib borilyapti. Bandligi. Endi men o'zim to'g'risini aytsam, hozirgi kunda ko'proq media bilan ishlayapman, o'ralashib qo'yganman. Unaqa boshqa ijtimoiy loyihalarda u qadar ishlashga vaqtim bo'lmayapti. Keyin to'g'risini aytsam, toqatam ozgina. Va senga savolda, Ulug'bek, oldinlari baqirma. Oldin. Men mikrofonga ko'rik olmayapman, do'stim. Ko'rikasan. Hali yaxshi bo'lib ketadi g'alasi deydi. Qara, sen savol. Oldin sen ko'zozlar jamiyatida ishlagansan, to'g'rimi? Mana senga savolda, nechinchi yil ishlagansan? Endi ko'z ojizlar jamiyatida men hozir ham unaqa rasmiy ishlamasam ham bir faol. Ya, rasmiy deylik, mana SPda ishlagansan, oldin markaziy. Respublika ko'z ojizlar jamiyatida 2017-2021. Qayerda qarang. Oldingi bilan hozirgida farqi nimada? Mana ko'z ojizlar jamiyatida. Endi men hozir ichida ishlamayapman. Ya, baribir ichida ishlamagansiz bo'lsanglar, ichida yurasizlar. Baribir endi nima desam ekan, farqi deganda ham ko'proq o'sha imij nuqtai nazaridan farqini aytishim. Ish anaqasi. Nima deydi? Ish bitish, ishlar mana nogironligi bo'lgan shaxslar, boshqa ko'z ojiz bo'lgan bolaqalar borganda ishi qanchalik hozir bityapti, oldingi qanchalik bitgan ishi. Shu narsa. Oldin qanchalik bitgan bo'lsa, hozir ham shunchalik bitmayapti desam. Ya, bitta narsa bor. Ya, hazillashyapman. Endi o'sha hamma joyda bo'lganda edi, boya adaptiv sport haqida gaplashdik-ku. Bu yerda ham shunaqa narsa. Ishlaydigan fidoyilar bor, ko'z ojizlar jamiyatida, lekin men afsuski ko'z ojizlar jamiyati mana deyarli 100 yillik tashkilotda. Mana shu 100 yillik to'plangan obro'ni suiiste'mol qilib, foydalanib, o'zini g'arazli niyatlarini amalga oshirayotgan odamlar ham bor. Afsuski bor. Afsuski bor. Men afsuski normalniy vakolatli lavozimlarda ishlayotgan ayrim odamlar ham bor. Endi misol uchun nima deydi, davlat berayotgan imtiyozlar yoki o'sha jamiyat uchun ajratilayotgan imkoniyatlarni suiiste'mol qilib, kerakli joyga yo'naltirmay, o'zini g'arazli niyatlarida cho'mchagini qappaytirib deydi. Mana sharoit plusda ish plus bo'lgan, to'g'rimi? Ish plus hali ham bor, menimcha. Bor. Hozirgacha nechta nogironligi bo'lgan shaxslar ish bilan ta'minlangan? Taxminan. Endi mana o'zi portal bor, ishplus.uz degan. Shu portaldan shu vaqtgacha bilishimcha 7000 dan oshiq odam o'zi ro'yxatdan o'tgan. Ya, ish bilan ta'minlangan. Endi sekin-sekin aytyapman-da, tendensiyani bilish uchun ana qilish kerak, ma'lumotni atroflicha bilish kerak-da.
Misol uchun hozir nima deydi, ish beruvchilar ham ro'yxatdan o'tgan, o'sha yerda 2000 dan oshiq kompaniyalar, tashkilotlar o'zini vakansiyalarini e'lon qilgan. Va ishga joylanganlar soni mana 2024-yil maydan 2025-yil maygacha ijtimoiy himoya agentligini bitta loyihasini amalga oshirdik-da. Ana o'sha yerda общий 400 dan oshiq odam ishga joylashtirilgan. Eshitosizmi? Eshitaman. 400 dan oshiq odam ishga joylashtirilgan, lekin o'shandan 304tasimi, 305tasi ish joyida qolgan. Qolgani har xil obyektiv, subyektiv sabablar bilan Endi qara, ish plus yaxshi shunchalik ish bilan ta'minlayapti. Biz ish bilan ta'minlamaymiz, biz ishga joylashtiramiz. Ishga joylashtirasizlar. Endi nimaga jamiyat ichida ham shunaqa bormi ko'zozlar jamiyatning ko'zozlar jamiyati. Ko'zozlar jamiyatida deylik. Yo'q, faqat ko'zozlar. Umuman nogironlar jamiyati, ko'zozlar jamiyati, nogironlik jamiyatlar ko'p-ku. O'shalar ichida ham bormi? Nima? Shunaqa ish bilan ta'minlash, ishga joylashtirish. Bu men uchun ish plus alohida tashkilotda. Har xil korxonalar bor. Mana shu ko'zozlar jamiyatida ham har xil korxonalar bor. Endi davlat tomonidan ayrim ligotalar beriladi-da. Mana shu ligotalardan foydalanib ishlaydigan korxonalar bor. Yaxshi katta korxonalar ham bor. Keyin ana soyadagi просто tak tashkillashtirilgan korxonalar ham bor. Endi joylashtirishyapti, ular ham hisobotlarini ko'rsang shunaqa, lekin mustaqil masalan qanaqadir tekshiruv yoki bir monitoring xulosalari hech qayerda chiqmagan. Men endi o'zim ham hozir jamiyatda unaqa rasmiy ishlamayotganim uchun qo'limda unaqa vakolat yo'q, qayerdir kirib bir monitoring qila olmayman-da. Lekin eshitib yuribmiz, odamlar murojaat qilyapti. Bitta muammo hozir vujudga kelgan. Bu faqat ko'zozlar jamiyatida emas, men afsuski ko'p joylarda bor. Nogironligi bor odamlarni ishga olib, hujjatini soxtalashtirib ishga olayotgan holatlar ko'p bo'lyapti. Boshqa joyga bitta kofe ichib yuboring. Siqildingiz? Siqildim. Alamimdan ichaman. Alamimdan ichaman. Buni o'rnida qariydi boshqa narsa bo'lganida edi. Nima masalan? Ayya, endi aytaman. Kommentariyada yozinglar. Reklama bo'lib qoladi deysiz. Kommentariyada yozinglar, nima bo'lishini xohlayotgan bo'lishi mumkin. Montajdan qo'yib qo'ymanglar, pivani arorasi. Ya men qanaqa bu narsa qilinishi mumkin bu tushunmayman. Endi mana davlat nogiron ishga olsa, ligotalar beradi-da. Ish beruvchilarga. Bo'ldi, endi tushundim. Imtiyozli kreditlar, qanaqadir subsidiyalar, yana har xil mana shunaqa imtiyozlar bor-da. O'shalardan foydalanish uchun nogiron odamlarni ishga oladi-da. Nima qiladi? Hatto shunaqa holat bo'ldi, mana shu ko'zozlar jamiyatining ichida tashkillashtirilgan shunaqa korxona bor. Men o'zim bilganim 4 ta odamni shaxsan taniyman. O'sha odamlarni ularni o'zini roziligisiz 2023-yildan beri hujjatini aylantirib oylik yozib yurgan. Ular o'zim xabari bor bunda? Ular keyin xabar topib qoldi. Qanaqa bunaqa qilish mumkin? Endi mumkin ekan. Voy gaplar. Yana endi hozir mana o'tki ichki ishlarga har xil joylarga murojaat qilishyapti. Hal bo'ldimi? Nimadirlar bo'ldimi? Bu dunyoda yo zaring bo'lish kerak, yo zo'ring bo'lish kerak degan gapni endi tushunyapman. Chunki hujjat soxtalashtirilgan, fakt-da bu. Lekin prokuratura ham, ichki ishlar ham to'g'risini aytsam yopib menimcha bu bolalarning ishini. Lekin bolalar to'xtashmayapti. Harakat qilishyapti. Xo'p, mana shunga endi qara, mana masalan kuzatayotganlar shu, mana to'g'risi bunaqa narsalarni eshitaman deb o'ylamayman. Bunaqa ma'lumotlarni va ochiq gap. Nima deysizlar mana shu holatga? Qara, nima qanaqa chora ko'rish kerak o'zi aslida?
nima uchun qamash kerak edi. Qarash kerak. Men sizlarga aytib turaman hozir nimada yozishinglar kerakligini deydi. Birinchi o'zim yozaman, boshqa profillardan nima? Boshqa levi profillar. Boshqa levi profilni ochib. Levi profillar. Hali ko'z ozlar degani, jamiyati degani. Hali ko'z ozli jamiyati degilar ham, anu rahbariyat degilar ham levi profillar. Mali madaniyat saroyi buzilishi masalasida video o'qiganimda rosa o'shanaqa levi profillardan kommentariyalar yozishgan edi. Bu bolani og'zini moylash kerak, bu amalparast, undan. Men endi o'tib yozilgan ohangdan, hali so'z tuzilishlar jumlalardan bilganman o'zi kimlar yozganini. Lekin levi profillar qilib olishgan, boshqa qilishgan, o'shalardan yozishgan. Ko'zozlar jamiyati degani. Men ham levi bitta narsa esimga tushib ketdi. Yaqinda bo'lgan voqea endi. O'rta gaplashaveramiz endi, ochuvchasi gaplashamiz. Endi bugun mavzuyimiz shu ozgina alamzadalik. Bilasan, mana ikkinchi guruh lager olaman. Aynan jahon chempionligi para shashka bo'yicha. O'sha para degani endi shu nogironlar shashkasi ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan o'rtasida olganman. Paralimpiada deganda. Shunaqa. Yaqinda musobaqa o'tkazishibdi-da, ko'zozlar jamiyatida. Musobaqa o'tkazishga endi men Toshkentda maqtanish emas, to'g'ri bizda ham katta shashkachilar bor, lekin baribir Toshkentda hozirgi paytda men o'zimni nima deydi, shashka deganda o'zimni birinchi raqamli deb bilaman. Gapni men o'zim maqtashda emas. Maqtanish emas. Kakani hozirgi paytda mana Toshkentda qanaqa tadbirlar bo'lsa, boshqa bo'lsa, yurayotgan o'zim bo'lganim uchun men o'zim birinchi raqamli deb bilaman-da. Aynan nogironligi bo'lgan juda kamtar odamman. Yarochi men nima demoqchimanki, yaqinda ko'z ozlar o'rtasida Toshkent shahar chempionat o'tkazishibdi o'ziga jamiyat ichida-da. Shonasa hamma chaqirilganda, bitta odam chaqirilmabdi. Kim bilasan? Men chaqirilmadim. Meni ham chaqirishmadi. Endi sen kimsan? Endi mana Qozog'istonda bo'lgansan. Mana sportchiman. To'g'ri, Ulug'bek Mamatxonov ham Tatallar o'rtasida juda zo'rli shashkari. Tatalladimi odamlar qulog'iga tatarlar deb eshitilib ketadi. Endi nima deyotgan tarjima qilib gapir. Kommentariya bo'lsa, tatal degani bu umuman ko'rmaydiganlar qanaqa gapirardi, sal tatal ko'zi ojizlar deb endi shunaqa sportchilar qo'polroq qilib aytadi. Endi shunaqa. Xullas, men chaqirilmaganman, telefon qilib, nimaga chaqirmadingiz, esimizga kelmabsizlar deydi. Endi esda odamsan-da. Shuni aytaman, juda men o'zim anaqa qilib ketaman. Endi odam hurmatni talab qiladi. Yo'q, hurmatni talab qilmayman. Mayli, men bitta narsada qara. Men o'zim unaqa turnirlarda o'ynashga ishqaboz emasman, o'rtoq. Men shunaqa turnirlar bo'lganida nabir xursand bo'laman. Juda xursand bo'laman, chunki Toshkentda rivojlanyapti shashka deyman. Xursand bo'laman. Naborot men borib, o'sha yerga borib, nima xizmatda boraman-da. Chunki yaqinda mana 9-mayda, yaqinda emas, 9-mayda Yoqub Javlonov bilsa kerak. O'shani xotirasiga bag'ishlab turnir o'tkazildi. Ular tashqari yaqinda o'zim ham Toshkent shahar kubogini o'tkazdim. Iminda ko'zi ojizlar o'rtasida o'tkazdim. Shunday o'zim o'ylaganim yo'q. O'sha shogirdlarimni qo'ydim. Men bitta narsada jahlim chiqadigani nimada? Aynan o'sha musobaqada, shunaqa musobaqalarga meni shogirdlarimni ham chaqirishmaydi. Men o'zim qatnashsanglar kerak. Endi yutadimi, yutqizadimi, o'sha shogirdlarim. Bu musobaqa-ku. Shu bolalar mehnat qilgani uchun yutadi. U yerda kimlar bor bilasanmi? U yerda necha yillik shashkani o'ynab yurganida, ular bizga hali tug'ilmagan bo'lgan shunaqa sportchilar keladi. O'shalar kelyapti-ku, o'ynayapti-ku. O'shalar hamma yutishadi. O'sha yerda meni shogirdlarim ham daji chetga surib chaqirishmaydi. U yerda bitta o'ra yasharmayman. Yaqinda musobaqada bitta to'g'ri o'quvchim qatnashgan. U ham Tulibayeva Sadoqat degan o'quvchim qatnashdi. Undan tashqari hech qaysi o'quvchilarim yo'q, kelmasin. Nima sababdan keltirmaydi? Ularda nima aylan men bormasman. Lekin shogirdlarim o'ynashga haqli-ku. Bolada ayb yo'q. Bolada ayb yo'q. Bolaga kitob bering. Mayli, bugun chetda podkastimizdan bosh mavzusi ko'zozlar jamiyati. Alohida bilsanglar bilarsizlar, ko'zozlar jamiyati degilar. Biz sizlarni ancha reklama qildik. Yo'q, bu yerda nima deydi? Bu yerda har sohalari yomonlashda emas, maqsadimiz har bir shaffoflik, ochiq gapiramiz.
Biz mana aytdik-ku, har bir tashkilotda yomoni bo'lgan, yaxshilari ham bor. Juda zo'r insonlar bor. Chunki men bilaman, ishimiz zo'r bitirib berganlar ham bor. Shunaqa og'ir bitirganlar ham bor. Va prosta tak o'sha dangasaligi, Og'riqli joylar. og'riqli joylar, o'sha ishlaydiganlarga prosta insof bersin deyman. Mayli, biz sizlarni yaxshi ko'ramiz, Sizlar nima bilan bo'lishidan yaxshi qat'iy ko'ramiz. nazar, ko'zozli jamiyatidagilar buni g'arazli nima tag'in men tanqid qilaman-da. Shu ko'zozli jamiyatdagi rahbarlar bor, ayrim rahbarlar, hammasi emas. O'shalar aytarganda, bu amalparast, bunga joy kerak. Rais bo'lgisi keladi, deyirganda, meni lichni. Kerak emas menga, ishonaveringlar, to'g'risi. Bir paytlar qiziqishim bo'lgan, bundan bir balki 10 yillar oralig'idagi tarixda. Lekin hozir ayni mana shu kunlarda umuman kerak emas. Ko'nglingiz to'q bo'lsa, kreslanglar o'zingizlarga. Shunchaki hammani birdek ko'ringlar deyman. Birdek ko'rish kerak hammani. Shunaqa. Endi menimcha sekin yakunlasak bo'ladi. Bahodir, marhamat, so'nggi so'z. Endi nima deymiz? Birinchi sonida ko'rdinglar, kamchiliklarni aytinglar, ochiq oyda aytinglar. To'g'rilaymiz keyingisiga albatta. Endi bu xudo xohlasa mehmonlarimizga sal yana ham chegaralab savol beramiz. Unaqa oshirib yubormaymiz. Endi baribir bilish kerak hayotda nimalar bo'lyapti. Hujum qilaman lekin. Kelgan mehmonga tashlanaman. Yo'qsa ikki tomonga bo'laramiz. Sen yomon advokat va prokuror. Shunaqa qilamiz. Men oqlovchi bo'laman. Unda podkastimizdan sud podkast deb nomlaymiz. Xullas shu bizaga nima deydi? Like anaqalari padishga qilasizlar. Kerak narsalarni bosib. Kerakli narsalarni bosib qo'yasizlar. Shu bugungisi shu, endi ulug'bek yakuniy o'zi. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, hammangizga e'tiboringlar uchun rahmat. Men bilaman, ba'zi bu men so'zlarimni eshitayotgan odamlar kam, chunki biz videomizni oxirigacha mayli, yaxshilikni o'ylaymiz. Hammangizga kattakon rahmat vaqtinglarni ayamay bizani kuzatganingiz uchun va bizga mana shu podkastimizdan suratga olishda yordam berayotgan Centro studiyasiga ham o'zimizdan minnatdorchiligimizni bildiramiz. Murojaat qilinglar. Alohida rahmat. Murojaat qilinglar. Bu yerda sizlarga hamma sharoitlarni yaratib berishadi. Video kontent yaratish uchun eng ajoyib muhit bu yerda yaratilgan. Va keyingi podkastimizda bizani o'sha mehmonimiz bo'ladi, 3-chi yoki 3-chi, 4-chi odamlar. Shular bilan birgalikda biz o'tdan podkastini navbatdagi sonlarini taqdim qilishda charchamaymiz, kuzatishda, like bosishda, kommentariyada fikrlaringlarni iloji boricha negativniy fikrlarni ko'proq yozinglar. Bosib tashlanglar, yozlaring deydi. Yaqinlaringizga yuborib qo'yinglar. Bizani taniganlar imkon qadar yaqinlarga, qarindosh urug'larga, aka-uka, opa-singil tanish bilish o'shalarga yuborib qo'yinglar imkon qadar. Endi taniysizlar. Qarindoshingizni eslab chiqdingiz. Bizani taniysizlar, o'shaning uchun bizani podkastimizni ko'tarilishi uchun o'zingizlarni hissinglarni qo'shinglar. Chapani TVda keyingi podkastlarda va boshqa kontentlarda uchrashguncha xayrlashib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar.